Hozirlar yaxshi bo'lyapsizmi? Xudoga shukr. O'zingiz ham. Ha, o'zim Chatam qiynalmayapsizmi? ishlayapsizmi? Xudoga shukr. Ota-onamiz Toshloq tumanidan kelganlar. Kelganda ishxonalarimiz ota-onamizdan asosiy muammoimiz yuzimizdagi 3 shoxli nervimizni shamollashi. Yuzimizda asosiy 3 shoxli nervimizda 3 ta tarmog'i bor. O'z nomi bilan asosiy tarmog'imiz ko'zga bergan tarmog'imiz, yuqori jaqqa bergan tarmog'imiz va pastki jaqqa bergan tarmog'imiz bor. Ota-onamning shikoyatlarimiz asosiysi bu kanalni boshi gastrit tuguni bo'ladi o'zi. Ota-ona bu kasallikni kelib chiqish sabablari shamollash, gripp. To'g'ri. Holatda yuzimizdagi 3 shoxli nervni asosiy gastrit tugundan chiqqan tarmog'ni ikkinchi shoximiz shamollagan. Bunga hisobiga yuzimizda og'riq, ko'z yoshlanishi, og'riq bo'lganda qardiyosini xurujsima og'riq bo'lib, issiq sovuq kelganda og'riq kuchayadi. Hozir kelganda shikoyatlaringiz bilan hozirgi shikoyatlaringiz qanday bo'lyapti endi? Necha ma'lumot bersangiz bizga ham Hozir bahonamiz. men davolanib mana shu yerda yotibman. Shu bolamizga rahmat. Hamma yo'llari bor ekan, lecheniyalarni olyapman. Mana 3 kun, 4 kunda mani mana shu kasalimni bildirdi. Foydasimi? Foydasi bo'ldi. Sham oldik, uvicha oldik, to'k oldik, oldim. Endi o'zgarishlaringiz qanday hozirlar? Kelgandan keyin holatingiz yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyaptimi? Kelgan holatim xudo xolasa mana 4 kunda Sanchuvchi og'riqlaringiz kamayib qoldimi? voy 4 kunda umuman og'riq yo'q bo'ldi o'g'lim. iloyim, Ana shu ikollar, o'sha shamlar, uvichalar, to'klar hammasi foyda berdi. 4 kunda umuman og'riq yo'q bo'ldi-da. Endi hozirdan qarangda, o'zingiz kasallikdan bilasiz, kecha narsa emas. Mana 3-4 yildan beri kasalimiz bor deysiz. 3 yildan beri shu ahvol. Yuzimizdagi holat 3 shoxli nerv o'zim bilan. Bu quloq orqasidan chiqqan tugun borni, shu tugundan ko'zga beradi tarmoq, shu tugundan yuqori jaqqa beradi, bu tugundan pastki jaqqa beradi. Lekin shamollash tarmog'i yuqori jag nervida shamollash bor-da. Hali bu narsa ko'zingizga pastki jaqqa tarmoqlangan yo'q. Iloji bu narsa bo'lmasdan. Lekin bundan buyog'iga ehtimollik bor. Necha beparvo bo'lsangiz, davolash vaqti olib olmasangiz, shu pastki jaqqa ham ko'zimizga atrofga bersa, boshingiz bir tomonga og'riq, bo'yin tortishlari, harakatda muammo bo'lishi ham ehtimoli yuqori qoladi. Agar davolashni bundan buyog'iga vaqt olib bormasak. Xo'p, mo'jana. Endi hozir qo'ldorlarimiz ketyapti. Bundan buyog'iga holatga ham davolashni vaqt olib borsak, vaqtida kelib uchrab turaman-da endi xudo xolasa. Endi o'zim ko'ryapsiz, qon tomirlarimiz, ya'ni bosh miyamizda qon tomirlar bo'yindan kelgan. Shu bo'yinda qon tomirlarini ehtiyot qilsak, shu bosh miyamizga ham, yuz qismimizga ham erta shu muammolar bo'lishini oldini qo'yamiz. Hozir eng muhimi shu. Rahmat, iloyim sog' bo'ling, doktor. Charchamang, iloyim omadingiz bersin. Martabangiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Barchamiz tomondan bir kamchilik bo'lmayaptimi shu? Yo'q, yo'q, hamma yo'q, yaxshi. Ovqatlarimiz, yotoqlarimiz, hamma yo'qlar, televizorlar bor, hamma yo'qlar bor. Rahmat. Yo'q, kamchilik yo'q. Rahmat doktorimizga iloyim omad bersin. Sog' bo'lsin, iloyim omadlarni berib, martabasi bundan ham ziyoda bo'lsin.